loyihamiz mavzusi aniq O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti aniq fanlar yo'nalishlar qizlar psixologiyasi haftaligi tuzdik. Birinchi kurs ayol talabalar uchun. Bizning loyihamiz shiori bilimli ayol baxtli oilaning kaliti deb nomladik. Guruhimiz yetakchilari sana asosiy maqsadlar bular eng avvalo maqsad qo'yish. Har bir biz taklif qilganmiz, ya'ni professorlar taklif qilganmiz, hafta davomida auditoriya bilan ishlaydi ular va ular o'zlarining oldiga maqsadlar qo'ygan. Birinchi maqsadimiz maqsad qo'yish, o'sha maqsadni aniqlab olish nima qilishligini. Ikkinchisi minnatdor bo'lish. Ya'ni minnatdor bo'lish degani bu auditoriya, o'sha professorlardan minnatdor bo'lish, ya'ni ular bilan kelishib ishlash. Uchinchisi o'zini qadrlash. Ya'ni boyagi professorlar berayotgan ko'nikmalarni o'ziga olish va o'shalarni targ'ib qilish. Ya'ni keyin o'z ovozini eshitish, bu ichki dunyo, ya'ni professorlar ayollar psixologiyasi, ya'ni qizlar psixologiyasi haqida gapiradi va ular o'zini o'zi o'rganishni, o'zini o'zi yaxshi yetuklikka erishtirishni va har xil stresslardan chiqish yo'llarini o'rganishadi va stressni boshqarish va kamaytirish. Bu ham darslarda olib boriladigan har xil mashg'ulotlar orqali stresslarni kamaytirish, ayollarni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, liderlik va shunga o'xshash narsalarni aniqlab beradi. Bu bizning loyihamizning taklifnomasi hisoblanadi. Bizning loyihamiz 17-noyabrdan 21-noyabrga oralig'ida davom etadi. Bizning loyihamiz institut binosi 3-etajda study roomda bo'ladi va bu yerga ayol talabalarimizni taklif etamiz. Xo'p, keyingisi bizning e'lon taqdirlamiz hamma joyga institut va ses binolariga yopishtiriladi va bizning qizlar psixologiya haftaligini kimlar chaqirtiriladi shular haqida to'liq yoritib berilgan. Shoira Isakova qizlar psixologiyasi bo'yicha gaplashadilar. Shoira Isakova qizlarni ruhiy jihatdan kuchli, ongli, tarbiyali va hayotda o'z o'rnini topadigan inson qilish bo'yicha gapirib o'tadilar. Keyin Suhra Hakimova qizlarga yaratilgan barcha imkoniyatlar, grantlar bo'yicha qizlarni tanishtirib o'tadilar. Keyingisi Muxtasar Abdullayeva madaniyat bo'yicha gapirib o'tadilar. Qizlar uchun odob, axloq, o'zini tutish, hayotda o'z o'rnini topish, qizlarni ayollik fazilatlari bo'yicha tanishtirib o'tadilar. Keyingisi birinchi psixologik darsimiz. Bizning loyihamizdagi birinchi psixologik dars 17-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Bunda Shoira Isakovaning chaqirganmiz. Boshlanish vaqti soat 13:00 da tanishuv bo'ladi o'sha qizlar bilan 13:30gacha. Qizlarning ruhiyatini o'rganadi 14:30gacha. Keyin maqsad qo'yishadi 15:00gacha. Keyin choy va kofelar bo'ladi. Choy va kofe rejalashtirganmiz 13:40gacha. Ikkinchi kunimizda Zuhra Hakimova bo'ladi. Ya'ni 18-noyabr kuni. Bu loyihani boshlanish vaqti 13:00 da tanishtiruv, bir-biriga o'zaro suhbat 13:30gacha. Imkoniyatlar va grantlar haqida gapirib beradilar 14:00gacha. Maqsad qo'yiladi 15:00gacha. Kofe va choy vaqti 15:20gacha. Xulosa 14:00 da bo'ladi. 19-noyabr kuni 3-psixologik dars Muxtasar Abdullayeva bilan bo'ladi. Boshlanish vaqti 13:00, tanishuv 13:30ga qadar bo'ladi. O'zini tutish, madaniyati va ayollik fazilatlarini o'rganish 14:20 va maqsad qo'yish va biz choy va kofe vaqtida o'zaro suhbat bo'lib o'tadi va oxirida xulosa 16:00. 20-noyabr kuni 4-psixologik dars jamoamiz bilan suhbat bo'lib o'tadi. Birinchi maqsad qizlarning hayotga bo'lgan qarashlari, ruhiy zarbalarni qanday yengishi, o'rganganlari va ta'sirotlar haqida gaplashamiz. Ikkinchi maqsad yaratilgan imkoniyatlar, grantlar va kelajakdagi maqsadlari haqida gaplashamiz.
Uchinchi maqsad o'zini tutish madaniyati va qizlik fazilatlarini o'rganganlarimizni bo'lishamiz bir-birimiz bilan. Bu 5-chi kun bizning loyihamizning oxirgi kuni hisoblanadi. 5-chi kunda 4 kun ichida olgan bilimlarni mustahkamlaymiz. Bu mustahkamlashlar test orqali, prezentatsiyalar orqali va o'yinlar orqali davom etadi. 5-chi kuni shu bilimlar orqali, shu misollar orqali qizlar olgan bilimlarni mustahkamlaymiz. Bizning loyihadan kutilayotgan natijalar eng birinchisi stressni kamaytirish. Ya'ni hozirgi kunda qizlar o'qishga kirolmaganligi tufayli, ba'zida esa ota-onalarining qandaydir taziqlari orqali yoki ko'chadagi insonlarning taziqlari orqali juda ko'p stressga tushib qolmoqda. Balki baholar tufayli bo'lishi mumkin bu. O'sha uchun 4 kun davomida olgan bilimlari qizlarga yordam beradi. Bu stressni kamaytirish, o'zini o'zi tuta olishga. Ikkinchi maqsad ayollar va qizlarni o'zini qadrlash, liderlik va innovatsion fikrlash darajasini oshirish. Bu degani bilimlar, ya'ni chet davlatlarga bakalavrini tugatib, magistr yoki boshqa yo'nalishlarga chet davlatlarga yoki har xil grantlar ajratilganligi to'g'risida olgan ma'lumotlari bo'ladi. Masalan, ular bakalavrini tugatib boshqa chet elga ketishi mumkin. O'shalar bo'yicha olgan ma'lumotlari o'zlariga qoladi va o'shani amalda ham tatbiq qilishni kutamiz. Va oxirgi kutilayotgan natijamiz bizning loyihamiz qatnashchilaridan kamida 50% loyihamiz mavzusi bo'yicha barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi va uni amalda qo'llay oladi. Loyihamiz auditoriya, ya'ni qizlar ichida juda ham yaxshi targ'ib qilinadi deb o'ylayman. E'tiboringlar uchun rahmat.